Bu taomni oldin tayyorlab ko'rgansiz, lekin aniq retsepti esingizda yo'q. Gaz pechida usti xrustyash, ichi yumshoq pishadigan tovuq okorochkalarini pishiramiz. Nomini to'g'ri aytdim degan umiddaman. Tovuqni keraksiz joylarini olib tashlab, shu shaklda kesib chiqamiz va tuzli suvga yarim soatga solib qo'yamiz. Marinovkasi uchun mayonezga tovuq pripravasi va qizil paprikani solib aralashtiramiz. Suvdan silqitib olgan tovuqlarimizga solib yaxshilab masaj qilamiz. Gaz listimizga tovuqlarni terib olib, ustiga yana chiroy berish uchun qizil paprika sepib olamiz va 180 gradusda 35-40 daqiqa davomida pishirib olamiz. Ustilari korchka, ichlari yumshoq bo'lib chiqadigan okorochkamiz tayyor. Juda ham mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring va eski ta'mni his qiling. Iftorlikka yangi taomlar o'rganmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting. كان بأنه على الأسرار خبى السر